Dieta qilyapman, lekin vaznim kamaymayapti. Birinchi o'rinda bizda xalqimizda qiladigan eng katta, men o'zim bemorlar bilan ishlaganimda ko'pincha e'tibor beraman. Eng katta ularning qiladigan xatoligi bir mahal ovqatlanish yoki ikki mahal ovqatlanaman deyshadi. Men 13 yillik tajribamdan kelib chiqib, o'zimning statistikamda o'zim bemorlarim bilan har qanaqa holatda usullarda ishlab ko'rganman. Lekin men oxirgi 8 yildan beri bemor bilan ozish uchun ishlaganimda doim 3 mahal ovqatlanishni tanlayman. Sabab, mana tasavvur qiling. Siz ertalab choy ichmadingiz. Ertalab turdingiz, bolingiz, ishga xo'jayiningizni kuzatasiz, ertalab nimadirga ehtiyoj sezasiz va siz kofe ichishadi ko'pincha ayollar. Sutli kofe, обязательно unga shakar solishadi. Ular o'ylashadiki, mash kofe meni tetiklashtiradi. Va bu hozir xalqimiz orasida juda ham urfga aylangan. Ya'ni ertalab bir chashka kofe ichmasam yura olmayman. Demak, siz u kofeni ichdingiz. Uning ichida uglevodlar, ham shakar bor, ham sut bor. Siz ham sut, ham shakar bilan ertalabdan kuningizni boshladingiz. Bizda fiziologik holatda ertalab 6 dan 11 gacha organizmning gormonlar aktivlashadi. Ya'ni bizda eng pikka chiqadigan davr bu 6 dan 11 gacha gormonlarimiz orasida insulin gormoni ham bor. Siz ertalabdan organizmga qancha ko'p shirinlik bersangiz, shuncha insulin gormonimiz yana oshadi. Bemorlar nima qilishadi? Ertalab kofe ichishadi, lekin ularning asosiy maqsadligi tetiklashish va ular zavtrak qilishmasa, men ozaman degan fikri borligi. Bu eng katta xato fikrlardan bittasi. Endi tasavvur qiling, siz ochsiz, kofe ichib oldingiz, sizda insulin yana sal oshdi, 12-1 ga borib qorningiz juda ham ochib ketadi. Sizni qorningiz ochib ketish fonida siz ovqat yeyishga ehtiyojingiz bor, lekin o'sha paytda holatingiz to'g'ri kelmaydi-yu, ishtasiz, hali obetingizga ozgina vaqt bor yoki qanaqadir ko'chadasiz, nimadir bilan mashg'ulsiz. Siz nima qilasiz? O'sha paytda kuchli ovqatga ehtiyoj sezasiz, o'z o'rnida perikuslarni qo'shishni boshlaysiz. Ya'ni qo'shimcha, nimadir olma tishlaysiz, shokolad yegingiz keladi yoki nimadir yo'l-yo'lakay oladigan nimadir, chunki siz insulin, ayniqsa bu holat semiz ayollarda, ya'ni ortiqcha vazni bor bo'lgan ayollarda och qolganda titrab ketish, asabiylashish, holsizlik bilan namoyon bo'ladi va o'z o'rnida buni to'ldirish uchun nimadir shunaqa narsalar bilan qilishadi. Ko'pincha menga murojaat qiladigan ayollarda bu narsa yogurtlardan iborat. Men ko'pincha yogurt ichaman deyshadi. Yoki qanaqadir aloyli suvlar, nimadir shunaqa ichishadi. Ular o'ylashadiki, men ovqat yemasam, men ochman-ku, demak men ozvonman. 95% holatda uchraydi. Ovqat yemasa, qorni shishganini his qilmasa, demak u ozadi deb o'ylashadi. Bu eng katta xato. Lekin siz ertalabdan sut, shirinlik va orada yogurt, nimadir olma, qanaqadir PP deb o'zligicha pechenye yeyishadi. Bularning hammasini orasida uglevod bilan organizmni to'yintiramiz. Ya'ni uglevodlar bu shirinliklar, un mahsulotlari, sut mahsulotlari. Demak, natijada biz organizmda insulinni ishlashi uchun sharoit yaratib beryapmiz. Ertalabdan insulinning oshishiga sababchi bo'ldik va kun davomida yana shu uglevodlar bilan o'zimizni to'yintiryapmiz. Demak, insulinni oshishi uchun o'zimiz sharoit yaratib beryapmiz. Natijada bemorlar kelishadi, doktor, ishoning 99% ayollarning orasida, doktor, ishoning, men hech ko'p narsa yemayman. Men to'yib ovqat yemayman. Men qachon bir kosa ovqat yeganimni eslolmayman degan savol turadi. Nega men ozmayapman degan. O'zligi har doim shunaqa kuchli savol bilan qiynab, nega shuncha harakat qilsam men ozolmayapman deb oxiri kimdandir eshitib yoki kimnidir yaxshi ozdirgan ekansiz deb keyin murojaat qilishadi. Keyin ko'pchilik ayollar orasida aytishadi, voy ishonsiz, bitta o'rtog'im bor, to'xtovsiz ovqat yeydi. Bitta o'tirganda bir kosa ovqatga to'ymaydi ko'rsangiz, lekin u hech qachon semirmaydi deyshadi. Ammo rosa dieta qilaman, faqat frukt yeyman, yogurt ichaman, kechqurun qattiq, ertalab grechkagan qattiq yeb yeyman, lekin men semirib ketaman deyshadi. Bunda asosiy omil ovqatlanish tartibini yo'qligi va o'zini bir mahal, ikki mahal ovqatlanib, men dietadaman, men ozmoqchiman va ozaman degan fikrda. Bu eng noto'g'ri usullardan bittasi. Mana men bilan ishlagan patsientlar hammaligi bilishadi. Har doim bemorni 3 mahal yedirib,
qorni to'yib yeydi, 3 mahal yeydi, lekin Alloh izni bilan juda ham chiroyli natijalarga erishadi. Va menda patsientlarning orasida mana shunaqa shikoyat yo'qki, men sizni aytganingizni qilib ozmadim degan shikoyat yo'q. Chunki bemor ertalab vaqtida oqsilga boy ovqatlansa va obedda o'sha o'zimni ovqatlanish tartiblarini hammasini o'rgataman. Qanaqa, qaysi payt suv ichish kerak, qaysi payt salat yeyish kerak, hammasini o'rgatgan holatda zavtrak, ertalab 9 gacha, 1-1:30 da o'sha peshindan keyin obed va 7-7:30 gacha ujin qilib, ya'ni kechki ovqat taomlanib, bemalol eng katta natijamiz 2 oyda 16 kilogacha ozishgan. Ya'ni bemor, har bitta inson sog'lom ovqatlanib, bizani chunki tanamiz ovqat bilan yashaydi. Aytadi-ku, bo'sh qop tik turmaydi. Demak, biz qancha och bo'lsak, organizmda shuncha yetishmovchiliklar ko'payib ketaveradi. Shuning uchun o'sha dieta qilyapman, lekin men hech qachon ozmayman degan savol javobi bu o'sha noto'g'ri ovqatlanish. Ya'ni eng katta xato ozmaslikda. Bu ertalabki nonushtani qilmaslik eng katta xato hisoblanadi. Chunki bizning organizmimiz gormonlarimiz ishlash uchun unga keraklicha oqsil va yog'larni berishimiz kerak. Bu oqsilga kiradi tuxum, go'sht mahsulotlari, avokadoni qo'shsak bo'ladi, sir, brinza eng yog'liq, sariyog' qo'shsak bo'ladi. Xohlagan holatda, ko'nglingizga yoqqan holatda ertalab albatta yog' va oqsil kerak bo'ladi. Ya'ni bizning gormonlarimiz zo'r ishlashi uchun bizga ertalabdan organizmimiz uchun oqsil, yog' albatta muhim. Demak, siz ozmoqchimisiz? Vazn tashlamoqchimisiz? Yosh, chiroyli qomat egasi bo'lmoqchimisiz? Albatta ertalabki nonushta qilinishi kerak. Ko'pchilik bemorlar murojaat qilishadi. Men dietologda marafonda qatnashdim. Men zo'r ozdim. Bir mahal ovqatlandim, 2 mahal ovqatlandim. Shunaqa zo'r natija bo'ldi. 15 kilo ozdim, 20 kilo ozdim. Zo'r natija berdi, lekin men yana o'z holimga ovqatlanishni boshlaganimdan keyin, marafon tugagandan keyin mana hozir yana 10 kilo vazn yig'dim deyshadi. Shuning uchun bemor, har bitta inson, ayolmi, erkakmi, ortiqcha vazndan qutulish uchun albatta men o'zimni statistikamdan kelib chiqib va oxirgi shu 8 yildan beri ishlash, bu kam muddat emas, 3 mahal yeb, sog'lom ovqatlanib albatta ozish mumkin.